qizimiz Solihaxon chiqdilar, pozitsiyani shunday ko'tarib berdilar, orqalaridan mana Nilufarxon chiqib, buni davom ettirdilar, tushirmagan holda. Gap so'zsiz 10 ball. Tashakkur. 10 ball qo'yishni boshlashdi hakamlar. Asallarim juda ham yarashibdi o'zingizlarga. Ularni plastikalarini qarang. Voy. Yoshliklaringga qaytgan kelib ketadi. O'zi Ziyodani ham juda yaxshi ko'raman. Ovozi bir o'ziga yarashgan. Ashulalari originalda. Mana Solihaxon qizim ispancha nima aytdilar-da, ispancha yo'lida yozilgan qo'shiq, ha. Qizlarimiz ham juda chiroyli o'ynab berdilar. Yigitlarimiz ispancha kiyimlari yarashgan. O'zlarini plastikalari o'ziga yarashgan Solihaxonni juda chiroyli ijro etdilar. Mana ulardan keyin Nilufarxon qizim chiqdilar. Shlyapalari yarashgan, imijlari. Shunday Ziyodani ko'rgandek bo'ldim-da, juda chiroyli o'xshatdinglar. Ikkalalaringiz ham menga yoqdilaringiz. 10 ball. Mana o'sha kunlar keldi va o'sha davrlar. Endi nima deymiz, sizlarga keyin gapirish hojati ham yo'q, chunki ikkalari ham juda ham chiroyli o'xshatdinglar. 10 ikkalanglarga ham. Rahmat. Boya Samandar akam gapirib o'tdilar-da Asadbekka. O'zingga yaqin narsani tanlasang, o'ynashing shuncha oson bo'ladi. O'sha Samandar akam aytgan narsani men ko'rdim hozir. O'ziga yaqin narsani tanlaganlar. Gap yo'q. Juda ham to'g'ri baho berdingiz, juda ham to'g'ri e'tirof qildingiz. Hozir Mehrobon yuqorida juda to'g'ri gapirdilar. Haqiqatan ikki xil yo'nalishdagi ikki xil xarakterga ega bo'lgan ashula. Birinchisi latina bo'lsa, keyingisi og'irroq, vazminroq, lekin romantik qo'shiq. Har ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, bu qizimiz Nilufar ismlari. Nilufar ichki dunyosi bo'yicha, og'ir vazminligi bo'yicha Ziyodaga ko'proq o'xshabdi. Nilufar ko'proq o'xshabdi. Qizimiz Ziyodani sho'x ashulaga chiqib ijro etadigan plastikalari, harakatlari, tabassumlarini yaxshi o'xshatgan. Juda ham yaxshi harakat. Solihaxon ismlari. Solihaxon harakatlari yaxshi, tabassumlari ijro. Har ikkalasida ham ijro zo'r, lekin meni nazarimda Nilufar obrazga yaqinroq keldi deb o'ylayman. Shuning uchun har ikkalariga 9 ball qo'ydim. Tashakkur. Minnatdorchilik bildiramiz, marhamat. Kuzatib qo'ysak bo'ladi. Albatta, mana shu fikr mulohazalarni, tanqidlarni hammasini qabul qilib olamiz. Chunki bizga juda ham kerak bo'ladi. Asosan maqtov bo'ldi hozirgi qizlarimizga, azizlar. Hozirgacha bo'lgan eng yaxshi baholar va fikrlar Ziyodani parodiyasiga bo'ldi. Solihaxonga birinchi bo'lib savol bermoqchiman. Tashqi ko'rinishingiz o'xshaydi va Ziyodani ko'proq nimalarga e'tibor berdingiz? Mimikalariga ko'proq, juda ham og'ir bosiqlar. Hamma ularni ko'rib chiqdim pashti. Kliplarini ko'rib chiqdim. Juda ham og'ir bosuvli bilan harakatlari, ularning jestlari shunaqa chiroyli. Bilmayman, endi olishga harakat qildim. O'xshagan bo'lsa, o'zingizlar baho berasizlar. Sizni birinchi fikringizni oldik. Hozir sizni kuzatib qo'yamiz. Endi Nilufar sizga bermoqchiman. Haqiqatan ham Ziyoda shu qo'shiq aytgani bilan og'ir bosiq va sahnada o'ziga yarasha harakatlari bor. Nima sababdan aynan Ziyodani oldingiz? O'zi to'g'risi eng sevimli xonandalarimdan biri desam bo'ladi Ziyoda. Hamma shularni yaxshi ko'raman, hammasini yoddan bilaman. Hattoki xarakterlarimiz sahnada tushishimiz ham balki o'xshab ketadi, chunki ustozlar ham shuni ta'kidlashgan. O'shaning uchun qalbimga ham yaqin bo'lgani uchun shu taqlidni tanladim. Nima deb o'ylaysiz? O'zingizda qanaqadir kamchilik sezdingizmi? Nimadir o'xshatmoqchi bo'lgansiz-ku, sahnaga chiqqaningizda shu narsa o'xshamay qolgan. Lekin repetitsiyadan ko'ra nazarimda ancha yaxshi chiqdi bugun. Juda ham og'ir bosiq bo'lib ketgandek tuyuldi o'zimga, lekin hakamlarimizga bu yoqdi. Tashqi ko'rinishingiz ham juda ham bejirim, birga bir o'xshagan, chunki o'sha yerda surat turgan edi. Kim bu liboslarni tayyorlashda yordam berdi? Uyda bor narsalarni kiyib chiqardim. Zo'r javob bo'ldi. Uyda bor narsalarni kiyib chiqibsiz. Imijlar yoqqan uchun shu obrazni tanlagandim va to'g'ri shlyapa bilan men bu mix topishga ozgina qiynaldim, lekin oxirgi daqiqalarda topilib qoldi hammasi. Lekin zo'r o'xshagan o'sha suratdagi birga bir. Rahmat sizga Nilufar. Har doim yaxshi baholar oladi, yaxshi parodiyalar qiladilar. Keyingi ijodingizga omad.